do'stlar, Toshkentdan Moskvaga, Toshkentdan Sankt-Peterburgga xalqaro avtovokzaldan reyslarimiz Toshkentdan. Reyslar bo'yicha tanishtirib o'tamiz. Mana kassamiz, xudo xolasa kelsanglar, o'tgan chiroyli qilib kelib joylashib kelsanglar bo'ladi. M5 yo'li bilan Orenburg, Samara, Penza, Cheboksar, Ryazan, Moskva, Tver, Великий Новгород, Sankt-Peterburg. M5 dushanba kunlikda bo'ladi bu reys. M7 bilan Orenburg, Ulyanovsk, Kazan, Nijniy Novgorod, Vladimir, Moskva, Tver, Sankt-Peterburggacha juma kunlikda bo'ladi. Ikkita reys bor. Kimga qiziq bo'lsa, telefon qilasizlar, nomerlarni yozamiz. Rossiyskiy O'zbekiston nomeri bo'ladi. Sankt-Peterburgdan qaytmoqchi bo'lsanglar, Moskvadan, Sankt-Peterburgdan rossiyskiy nomerlarga telefon qilsanglar bo'laveradi. Qiziqtirgan savollarni kommentariyga yozinglar. Nomerlarda WhatsApp, Telegram hamma yo'q. Bor. Mana akalar Sankt-Peterburgga ketasizlarmi akalar? Dushanba kunida bugun xohlasa 23-kun birinchi reysimiz Sankt-Peterburgga akalarimiz ketyapti. Salomat bo'linglar, kamolda tashlayman.